O'zbekistonda mustaqillik g'oyalarining tarixiy asoslari. O'zbekiston jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi, mamlakatimiz hududida ilk davlatlarning paydo bo'lishi. O'zbekiston insoniyat taraqqiyoti o'choqlaridan biri, jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi ekanligi olimlar tomonidan e'tirof etilgan. Dastlabki sivilizatsiyalar, ularning paydo bo'lishi va taraqqiy etishi, sivilizatsiyaning ilmiy nazariy tahlili, sivilizatsiyalarga tarixiy falsafiy yondashuv, umuman Sharq va G'arb sivilizatsiyalarining qiyosiy tahlili tarixshunosligiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu yo'nalishda Toynbee, Spengler, Jaspers kabi olimlar tadqiqot ishlari olib borganlar. So'nggi yillarda Asqarov, Sulaymonov, Sagdullayev, Eshevlarning tarixiy tadqiqotlarida Turon sivilizatsiyasi, O'rta Osiyo sivilizatsiyasi, O'zbekiston sivilizatsiyasi kabilar qiyosiy tahlillar asosida e'tirof etilgan. Dunyo tarixidagi turli hududlarda ijtimoiy, iqtisodiy va tabiiy sharoitlardan kelib chiqib, turli davrlarda o'ziga xos sivilizatsiyalar taraqqiy etganligini kuzatish mumkin. O'zbekiston hududlarida ham sivilizatsiya jarayonlari o'ziga xos yo'nalishda taraqqiy etib borgan bo'lsa-da, bu yo'nalishdagi o'zaro ta'sir inkor etilmaydi. Zero yurtboshimiz ta'kidlaganidek, tariximiz kabi qadimgi madaniyatning yaratilishida ham ko'plab etnik guruhlar, el-elatlar o'z ulushini qo'shgan. Bu tabiiy hol, chunki hech qachon hech qayerda faqat bitta millatga mansub madaniyat bo'lmaydi. Har qanday sivilizatsiya ko'pdan ko'p xalqlar, millatlar, elatlar faoliyatining va samarali ta'sirining mahsulidir. Sivilizatsiya lotincha so'z bo'lib, civilis, ayni tarjimasi grajdanlar, jamiyatning erkin ozod a'zolaridan tashkil topgan tuzum, davlatchilik degan ma'noni anglatadi. Ijtimoiy fanlarda sivilizatsiya tushunchasi asosan madaniyat va madaniy taraqqiyotining barcha qirralarini ifodalovchi tushuncha sifatidagi mazmun kasb etadi. Ushbu mazmunni qisqacha ta'riflaydigan bo'lsak, sivilizatsiya tushunchasi muayyan hududlarda yashaydigan odamlarning turmush tarzi va xo'jalik yuritish faoliyati, ushbu odamlar hamda hududlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, ma'lum davrlarda yaratilgan ma'naviy va moddiy madaniyat, jamiyatning taraqqiy etish jarayonida odamlarning ijodiy imkoniyatlari va qobiliyatining samarasini anglatadi. Shu nuqtai nazardan ham sivilizatsiya insoniyat taraqqiyotining asosiy mezoni sifatida talqin etiladi. Binobarin, O'zbekiston hududlarida taraqqiy etgan sivilizatsiya ham jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Dunyoning turli burchaklarida yashaydigan xalqlarning tarixning turli davrlarida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarda erishgan yutuqlari hamda taraqqiyot bosqichiga ko'tarilishini sivilizatsiya tushunchasi o'zida aks ettiradi. Bu taraqqiyot bosqichi insoniyatning paydo bo'lishi va rivojlanishi, jamiyatning rivojlanish darajasi, moddiy va ma'naviy madaniyatning yuksalishi, qabilalar va xalqlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar bilan izohlanadi. So'nggi yillarda O'rta Osiyo va unga qo'shni hududlarda olib borilgan ko'plab tarixiy arxeologik tadqiqotlar bu mintaqa qadimgi Sharq sivilizatsiyasining shakllanishi va rivojlanishida o'ziga xos o'rin tutganligini asoslab beruvchi ko'plab ma'lumotlar, ashyoviy dalillarni yuzaga chiqardi. Ularning natijasi o'laroq yuqorida eslatganimizdek O'rta Osiyo sivilizatsiyasi, Turon sivilizatsiyasi, O'zbekiston sivilizatsiyasi kabi atamalar ilmiy tadqiqotlar va nashrlarda keng ishlatila boshlandi. Hozirgi O'zbekiston hududlarining ulkan Yevrosiyo mintaqasi markazida savdo madaniy yo'llar kesishgan chorrahasida joylashganligi tarixan belgilangan bo'lib, bu holat mamlakatimizning kishilik tarixining ilk bosqichlaridayoq Sharq va G'arb dunyosi o'zaro muloqotga kirishadigan joy sifatidagi ahamiyatini belgilab berdi. Shuning uchun ham tarix fanining hozirgi taraqqiyot bosqichida vatanimiz tarixini jahon sivilizatsiyasining ajralmas muhim tarkibiy qismi sifatida o'rganish talabalar uchun o'ta ahamiyatli hisoblanadi.
O'quvchilar shunga alohida e'tibor berishlari lozimki, O'rta Osiyo sivilizatsiyasi turli hududlarda, turli davrlarda shakllandi va rivojlandi. Misol uchun, mintaqaning janubiy hududlarida yashaydigan qadimgi qabilalar miloddan avvalgi 6-ming-yillikdayoq dehqonchilikka o'tib, unumdor xo'jalikni rivojlantirgan bo'lsalar, bu davrda shimoliy hududlardagi qabilalar asosan ovchilik, baliqchilik va chorvachilikning ilk shakllari bilan shug'ullanganlar. Bu notekislik jarayonini tabiiy geografik sharoitlar va o'zaro aloqalar bilan izohlash mumkin. Bu o'rinda O'rta Osiyoning cho'l va dasht hududlaridagi hamda daryo vohalari hududlarining rivojlanish darajasidagi madaniy notekislikni qiyosiy taqqoslab ko'rish, Ko'petdog', Hisor, Zarafshon tog' oldi hududlari hamda Qizilqum, Qashqadaryo va Zarafshon vohasining dasht hududlari muhimdir. Undan tashqari, O'rta Osiyoda turli-tuman madaniyat yaratgan qadimgi aholining neolit davridayoq, ya'ni miloddan avvalgi 6-4-ming-yilliklardagi o'zaro 27 munosabatlari va bu aholining sharqdagi dastavval Old Osiyodagi boshqa qadimgi sivilizatsiyasi o'choqlari bilan uzviy aloqada bo'lishi ham mahalliy sivilizatsiyaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Talabalar yana shunga e'tibor berishlari lozimki, O'zbekiston sivilizatsiyasining shakllanishi va bosqichma-bosqich rivojlanib borishida mintaqaviy va transmintaqaviy iqtisodiy-madaniy aloqalar tizimi jarayoni asosiy o'rin egallaydi. Chunonchi, mahalliy sivilizatsiyaning shakllanishi va rivojlanishi murakkab tarixiy jarayon bo'lib, u iqtisodiy va ishlab chiqaruvchi xo'jalik turlarining paydo bo'lishi, yoyilishi va evolyutsiyasi, ilk boshqaruv shakllarining paydo bo'lishi va taraqqiyoti, qadimgi aholi joylashuvi, migratsiyasi hamda etnogenez jarayonlari, davlatchilik, urbanizatsiya va shahar madaniyati rivoji, o'zaro mahsulot almashuvi, savdo-sotiqning vujudga kelishi va taraqqiy etishi, ilk ulov va transport vositalaridan foydalanishga o'tilishi kabi ko'plab ijtimoiy, siyosiy, harbiy, iqtisodiy hamda madaniy jarayonlar bilan bevosita bog'liq holda kechgan. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, uzoq asrlar davomida xalqaro savdo va aloqa yo'llari chorrahasida joylashgan, hunarmandchilikda, dehqonchilikda va savdo-sotiqda qadim an'analarga ega bo'lgan O'zbekiston va umuman O'rta Osiyoda o'tgan asr va asrimiz boshlarida olib borilgan tadqiqotlar mahalliy sivilizatsiyalar taraqqiyoti masalalariga ko'plab aniqliklar kiritish imkonini berdi. Xususan, tadqiqotlar natijasida topilgan ko'pdan-ko'p moddiy madaniyat buyumlari, O'rta Osiyo xalqlari ilk yozma manbalar, Assuriya hujjatlari, Avesto-Ahamoniylar podsholarining mixxat yozuvlari, qadimgi Yunon, Rim, Xitoy tarixchi hamda geograflarning asarlarida tilga olinishidan ancha ilgari davrlardayoq rivojlangan madaniyat yaratganliklaridan dalolat beradi. Bu esa zamonaviy talabalar bilishi muhim bo'lgan holatdir. Zamonaviy adabiyotlarda sivilizatsiya taraqqiyoti shartli ravishda ikki davrga bo'linadi. Birinchi davr bu dastlabki dehqonchilik o'choqlarida yoki ularga yaqin joylarda vujudga kelgan birlamchi sivilizatsiyalar, qadimgi Misr, Mesopotamiya, Hind, Xitoy, Mesoamerika ant sivilizatsiyalaridir. Sivilizatsiyalarning o'zini o'rab turgan olam bilan aloqalari ularning yutuqlarini qo'shni hududlarga tarqatish uchun shart-sharoitlar yaratishi natijasida ikkilamchi sivilizatsiyalar Suriya, Baktriya, Marg'iyoni, Anatoliya, Minoy, Krit, Miken, Yapon va boshqa sivilizatsiyalar paydo bo'lgan. Ularning madaniyati birlamchi sivilizatsiyalar madaniyatiga o'xshash bo'lishi bilan birga qaysidir jihatlari bilan farqlanadi. Ayrim holatlarda bu jarayon o'zini vujudga keltirgan sivilizatsiyadan ajralib, mustaqil sivilizatsiyaga aylanishiga imkoniyat yaratganki, antik davr sivilizatsiyasi bunga misol bo'lishi mumkin. Ikkinchi davr. Ikkilamchi sivilizatsiyalar muttasil kengayishga intilib, o'z atrofida juda ko'p aholini, ba'zan bir nechta mahalliy sivilizatsiyalarni birlashtirgan. Natijada jamiyat dinlari shaklida mafkura paydo bo'lgan. Shu tariqa sivilizatsiyalarning taraqqiyotida 28-ikkinchi davr boshlanadi. Bu jarayon O'rta Osiyoda miloddan avvalgi 8
6-asrlar davomida, Hindistonda miloddan avvalgi 6-3 asrlarda, Xitoyda miloddan avvalgi 3-2 asrlarda, Yevropada milodga yaqin davrlarda, Janubiy Amerikada 15-asrda pishib yetilgan edi. Birlamchi yoki ikkilamchi bo'lishidan qat'iy nazar, sivilizatsiya bu dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi, shaharlar barpo etuvchi, o'z yozuviga ega va ma'lum qadriyatlar bilan birlashtirilgan ijtimoiy organizmlarning muayyan tarixiy taraqqiyot bosqichidir. Hozirgi davrda olimlarning katta guruhi odamzodning dastlabki vatani Afrika degan fikrni ilgari sursa, yana bir guruh olimlar Yevropa deydilar. Boshqa bir guruh olimlar esa odam dast avval Osiyoning janubida paydo bo'lgan degan g'oyani ilgari suradilar. Insoniyatning kelib chiqishi va rivojlanishiga bir necha asrlar davomida tadqiqotchilar tomonidan o'rganilib, turli nazariyalar yuzaga kelgan. Chunki antrogenezm eng qadimgi davr tarixini o'rganishdagi muhim va dolzarb muammolardan hisoblanadi. Turli mamlakatlarda, turli davrlarda yashagan mutafakkirlar insoniyatning paydo bo'lishi haqida ilmiy ta'rifga yaqin fikrlarni bayon etganlar. Xitoy Yunon faylasuflari miloddan avvalgi 6-5 asrlardayoq odamning kelib chiqishi tamomila tabiiy hodisa deb ta'riflashga uringanlar. Ko'pchilik tadqiqotchilar insonni mehnat va aqliy jihatdan kamol topishi natijasida hozirgi darajasiga yetib kelgan degan fikrni ilgari surishlariga qaramay, odamni Xudo yaratganligi yoki boshqa koinotdan kelib yerga tarqalganligini haqidagi nazariyalar ham bor. Olimlarning ilmiy faraziga ko'ra, biz yashayotgan ona zamin bundan 5 milliard yil ilgari paydo bo'lib, unda dastlab hech qanday hayot bo'lmagan. Ona yer tarixi geologik jihatdan arxiy, paleozoy, mezozoy va kaynozoy eralariga bo'linadi. Arxiy erasi oxirlarida yerda juda oddiy mavjudotlar, paleozoyda esa suvda va quruqlikda yashovchi hayvonlar, mezozoyda sudralib yuruvchi jonzotlar, kaynozoyda sut emizuvchi hayvonlar paydo bo'ladi. Kaynozoy erasining to'rtlamchi davri bundan 3,5 million yil ilgari davrni o'z ichiga olib, bu davrda odamzodning dastlabki ajdodlari paydo bo'ladi. Fanda insoniyatning paydo bo'lishi juda murakkab masala bo'lib, bu jarayon asosan arxeologik va antropologik ma'lumotlar bo'yicha o'rganiladi. Ammo insoniyat paydo bo'lishining afsonalar, rivoyatlar, ilohiyot va koinot bilan bog'liq bo'lgan nazariyalari ham mavjuddir. Misol uchun, yakka xudolikni targ'ib etgan barcha diniy ta'limotlarda insonning paydo bo'lishi yoki yaratilishi ilohiyot bilan bog'lanadi. Xususan, Bibliya ta'limotiga ko'ra, odamzod Xudo tomonidan 7000 yil ilgari qizil loydan yaratilgan. Muqaddas Qur'oni Karimda esa odamning loydan yaratilib, Allohning irodasi bilan unga jon ato etilgani ta'kidlanadi. Zardushtiylik dinida ham shunga o'xshash rivoyatlar mavjud. Insoniyatning ilk vakillari sifatida Bibliyada Adam va Eva, Qur'oni Karimda Odam ato va momo Havo, Zardushtiylikda esa Iyim nomlari keltiriladi. Undan tashqari, Yevropa olimlarining insoniyat qandaydir kichik mavjudotlar, bakteriyalardan paydo bo'lganligi yoki koinotdan tushgan odam qiyofasidagi jonzotlar haqidagi nazariyalari ham bor. Dunyoviy fanlar, xususan tarix fani yuqoridagi g'oya va nazariyalarni, hatto hozirgi paytdagi gipotezalar, ko'rinmas odam yoki koinotdagi odamlar kabilarni inkor etmagan holda antropogenez jarayonini ilm-fan yutuqlarida erishilgan natijalarning dalillariga asoslanib o'rganadi. Tarix fanida insoniyat tabiatning bir qismi bo'lib, u yerdagi taraqqiyotning ma'lum bosqichida vujudga kelib, uzluksiz izlanish va mehnat tufayli takomillashib borganligi haqidagi xulosalar qolgan barcha nazariyalar hamda rivoyatlardan ustunlik qiladi. Fanda odamning paydo bo'lishi va rivojlanish jarayoni antropogenez, yunoncha antropos odam, genezis rivojlanish deb ataladi. Ilmiy adabiyotlarda antropogenez jarayoni quyidagi 4 bosqichga bo'linadi. Birinchi, odamning ilk ajdodlari. Ikkinchi, eng qadimgi odamlar. Uchinchi, qadimgi odamlar. To'rtinchi, hozirgi qiyofadagi odamlar.
Odamning hayvonot dunyosidagi ajdodlar bilan bog'liqligi haqidagi g'oya ingliz olimi Darvinga tegishli bo'lib, uning nazariyasi bo'yicha insonning hayvonot dunyosida ajralib chiqishidagi asosiy omillar tabiiy saralanish va jinsiy tanlanishdir. Jamiyatshunos olimlar bu jarayonda mehnatning roli yuksak bo'lganligini ham ta'kidlaydilar. Ingliz olimlari ota-bola likilar o'tgan asrning 50-60 yillarida Sharqiy Afrikada Oldivoy darasida qazishma ishlari olib borib oddiy tosh qurollar va qazilma odam qoldiqlarini topib, ular bundan 3-3,5 million yil ilgari mavjud bo'lgan degan g'oyani ilgari surdilar. Fanda eng qadimgi odamlar Avstralopitek, Zinjantrop, Pitekantrop va Sinantroplar deb ataladi. Olimlar ularni Homo habilis ishbilarmon odamlar turiga kiritgan. Avstralopitek lotincha Australis janubiy, Pithecus maymun, janub maymunlar bundan 6-5 million yil ilgari shakllanganlar. Tanzaniyaning Zinj qishlog'i yaqinidan topilgan eng qadimgi odamlar Zinjantrop deb nomlangan. Ular Avstralopitek bundan 2-1,5 million yil ilgari yashaganlar. Zinjantroplardan keyingi davrda yashagan qazilma odamlar qoldiqlari Indoneziyadagi Yava orolidan 19-asrning oxirlarida topilgan bo'lib, fanda ularni Pitekantrop, maymun odam deb atash rasm bo'lgan. Pitekantroplar bundan taxminan 1 million yil ilgari yashaganlari aniqlangan. Shuningdek, 1927-yilda Xitoy hududlaridan topilgan Blek qadimgi odam qoldiqlari Sinantrop, Xitoy odami bundan 600-500 ming yil ilgari davrda oidligi aniqlangan. Undan tashqari eng qadimgi qazilma odam qoldiqlari Germaniyaning Heidelberg, Vengriyaning Budapesht shahri yaqinidan ham topilgan. Olimlar Pitekantrop va Sinantroplarni Homo erectus, ya'ni tik turuvchi odam turiga kiritadilar. Tadqiqotchilarning fikrlariga qaraganda, Zinjantrop, Pitekantrop, Sinantrop eng qadimgi odamlar shakllanib rivojlanishining turli tarixiy bosqichlaridir. Bu turdagi qadimgi odamlar gavdalarini tik tutib yurganlar va toshdan turli mehnat qurollari yasab, ulardan foydalanib bilganlar. Qurol yasay bilishi, o'simlik ildizlari va mevalarni iste'mol qilishda shu qurollardan foydalanishi, shuningdek ayrim hayvonlarni ovlashi qadimgi odamlarni hayvonot olamidan ajratib turgan. Arxantroplar eng qadimgi odamsimon maymunlarning odamga aylanishi jarayonidagi oraliq mavjudotlar bo'lib, ularda maymun va odamning belgilari mujassamlashgan. Shu o'rinda shuni ta'kidlash joizki, arxantroplar qadimgi odamlar eng qadimgi odamlardan farqlanib, ular zamonamizdan 150 ming yil keyin yashaganlar. Qadimgi odamlarning qazilma qoldiqlari dast avval Germaniyaning Neandertal vodiysidan topilganligi sababli fanda ularni odamlarning suyak qoldiqlari bugungi kunga qadar Afrika, O'rta Yer dengizi qirg'oqlari, O'rta Osiyo, Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlari hududlaridan, Qora dengiz bo'ylaridan, Shimoliy Yevropa hamda Osiyo yerlaridan ko'plab topilgan. Bu qiyofadagi odamlar jismoniy jihatdan nisbatan ancha baquvvat bo'lib 25-26 yil umr ko'rgan. Ular Neandertal odami xilma-xil qurollar yasashni bilganlar. Neandertallarning tashqi qiyofasi, gavda tutish va fikrlashda hayvonotga xos bo'lgan belgilar saqlanib qolgan bo'lib, ularning bosh miyasi u qadar rivojlanmagan. Lekin zamonaviy qiyofadagi odamga ancha yaqinlashib qolgan edilar. 1968-yilda tadqiqotchilar Fransiyaning Tordoni viloyati Kromanon g'oridan 5 ta odam dafn etilgan mozorni ochib o'rgandilar. Tadqiqotlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu yerda baland bo'yli 180 cm, tashqi ko'rinishi va qiyofasi miya hajmi zamonaviy odamlarga o'xshash odamlar dafn etilgan. Olimlar g'ordan topilgan odamlar qoldiqlarini g'or nomi bilan Kromanon odami, ya'ni Homo sapiens, aql idroki odam deb atadilar. Zamonaviy odam qoldiqlari bugungi kunda yer yuzining 100 dan ziyod makonlaridan
ochib o'rganilgan. Ta'kidlash lozimki, Kro-Magnon odami zamonasiga kelib dastlabki ajdodlarimizning biologik va jismoniy qiyofasi hozirgi zamon odamidan farq qilmaydigan darajada edi. Kro-Magnonlar davri urug'chilik jamoasi davri edi. Jamiyat taraqqiyotining sivilizatsion ko'rinishi. Eng qadimgi odamlar o'zlarining rivojlanish bosqichlarida mehnat qurollarining turlarini ko'paytirib va sifatini yaxshilab borganlar. Inson, oila, xalq ishlab chiqarishning umumiy texnologik manbai, ishlab chiqarishning iqtisodiy manbalari, qayta ishlab chiqarish tizimi, xususiy mulk turlari va shakllari, savdo-sotiq va o'zaro almashuv, siyosiy madaniyat, bilim, qobiliyat, bilimlar, mahorat yoki ishbilarmonlik, xohish va istaklar, erkinliklar, ishlab chiqarish manbalari, mehnat qurollari, yer osti va yer usti boyliklari, tabiiy joylashuv va shart-sharoitlar, ishlab chiqarishning tashkil etilishi, ijtimoiy-siyosiy munosabatlari, etnik davlat boshqaruvi, huquqiy madaniy munosabatlari, odob va axloq mafkura va din, ehtiyojlar va talablar, mehnat vositalari, ijtimoiy fan, natijada ularning turmush tarzida, ijtimoiy ko'rinishda o'zgarishlar bo'lib borgan. Shuningdek, miya hajmi ham o'zgarib borgan. O'rta tosh asridagi turli sabablarga ko'ra, birinchi navbatda tinimsiz mehnat jarayonida inson tafakkurining rivojlanishi natijasida neandertal qiyofasidagi odamlar hozirgi qiyofali odamlarga aylanib bordilar. Ular jismoniy va aqliy jihatdan kamol topib, hozirgi qiyofadagi kishilar vujudga keldi va shu bilan antropogenez jarayoni nihoyasiga yetdi. Odamning paydo bo'lishi yerdagi eng buyuk hodisalardan biri bo'lib, u dastlab toshdan oddiy to'qmoq yasagan bo'lsa, uzluksiz mehnat, tinimsiz intilish natijasida yuksak madaniyat yaratish darajasiga yetib keldi. Antropogenez jarayonida mehnatning o'zgartiruvchanlik mohiyatini arxeologiyaga oid turli-tuman manbalar tasdiqlaydi. Turli davrlarga oid moddiy madaniyatning almashishi hamda yangi asoslarda rivojlanishi moddiy manbalarning tashqi ko'rinishidan ham aniqlanadi. Ko'p ming yillar davomida rivojlangan tarixiy jarayonlar odam va jamiyat taraqqiyotida asosiy bosh mezon mehnat ekanligidan dalolat beradi. Davlat boshqaruvining paydo bo'lishi insoniyat tarixida muhim muvaffaqiyat va sifatli yangi bosqich bo'ldi. Dunyo tarixidagi qadimgi davlatlarning paydo bo'lishi va takomillashuvida O'rta Osiyo va unga qo'shni hududlarda yashaydigan xalqlarning ham hissasi katta bo'ldi. Dunyo tarixida shaharlar, siyosiy birlashmalar, uyushmalar, keyinroq davlatlarning paydo bo'lishi uzoq davom etgan jarayondir. Villazening fikricha, bu jarayon turli xalqlarning turli yo'llar bilan bo'lib o'tgan. Birinchidan, davlatlar paydo bo'lishining Osiyocha ishlab chiqarish usuliga asoslangan sharq yo'li bo'lib, unda iqtisodiyotning asosini sug'orma dehqonchilik tashkil etgan. Dehqonchilik jamoasi jamiyatning birlamchi yacheykasi edi. Aholining katta qismini safarbar etish zaruriyati prinsipial boshqaruvchilarni taqozo etgan. Ishlab chiqarishning Osiyocha usuli miloddan avvalgi 4-ming-yillikdan milodiy 1-asrgacha yirik daryolar vodiylarida joylashgan Misr, Bobil, Xitoy, Hindiston, O'rta Osiyo kabi hududlarda yoyilgan. Davlat tuzilmasining ikkinchi Yevropacha yo'li Yevropa hududida miloddan avvalgi 5-asrdan boshlab milodiy 3-asrgacha qadimgi Yunon polislarida mavjud bo'lgan. Ularda xususiy mulkchilik shakllanishi tufayli kelib chiqqan jamiyatning ijtimoiy-mulkiy tabaqalanish jarayoni asosiy omil bo'ldi. Ma'lum bir qabila, elat va xalqqa xos hamda muayyan rivojlanish bosqichlari boshqa xalq va hududlardagi davlatchilik jarayonlariga aslo mos tushmaydi. Shunga qaramay, qadimgi sharqdagi ilk davlatlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi ko'pgina umumiy jihatlarga ega ekanligini ta'kidlash joizdir. Aynan mana shuning uchun ham O'rta Osiyoda ilk davlatlarning paydo bo'lishi qadimgi sharq davlatchiligi tarixi bilan uzviy bog'liqdir. O'rta Osiyo, umuman O'zbekiston hududlarida dastlabki davlatchilikning paydo bo'lishi masalalari tadqiqotchilar orasida hamon bahslar sabab bo'lib kelmoqda. Bu o'rinda ushbu jarayonga asosiy turtki bo'lib yanada jadallashtirilgan omillarni aniqlash nihoyatda muhimdir. Bronza davridayoq sun'iy sug'orishga asoslangan dehqonchilik O'rta Osiyo xo'jaligining asosini tashkil etgan.
Sug'orma dehqonchilikning yuqori unumdor shakllari jamiyatda hal qiluvchi o'zgarishlarga olib keldi. Xususan, dehqonchilik rivoji natijasida qo'shimcha mahsulot va xususiy mulk ko'rinishlari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda ilk davlat uyushmalari sun'iy sug'orish birlamchi qulay bo'lgan Amudaryo, Yuqori O'rta quyi oqimlari bo'ylarida, Murg'ov vohasida, Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida shakllanib rivojlandi. Bunday holatni dunyo tarixidagi dastlabki davlatlar Misr, Nil va Mesopotamiya, Dojla va Frot misolida ham kuzatishimiz mumkin. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, dastlabki yirik shahar markazlarining paydo bo'lishi muammolari davlatlar paydo bo'lishi masalalari bilan uzviy bog'liq muammo hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, bizga qadar yetib kelgan yozma manbalar O'rta Osiyo hududlarida ilk davlatlar paydo bo'lishi haqida nisbatan aniq ma'lumotlar bermaydi. Bu o'rinda arxeologik ma'lumotlarning ahamiyati beqiyosdir. Jamiyat hayotida metallning keng yoyilishi dastlabki shaharlar va davlatchilikning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunga kelib, O'rta Osiyoning juda ko'plab bronza va ilk temir davri yodgorliklaridan Anov, Sopoli, Jarto'qon, Qiziltepa, Ko'zaliqir, Afrosiyob, Daratepa, Chust, Dalvarzin va boshqalar ishlab chiqaruvchi xo'jalik bilan bevosita bog'liq bo'lgan metall qurollar topib o'rganilgan. Mehnat qurollarining metalldan ishlanishi mehnat unumdorligining yanada oshishiga keng imkoniyatlar yaratdi. So'nggi bronza davriga kelib, hunarmandchilikning ixtisoslashuvi va alohida xo'jalik tarmog'i sifatida shakllanib rivojlanishi jamiyatdagi iqtisodiy taraqqiyot uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, asosini ilk shaharlar tashkil etgan davlatchilikning paydo bo'lishi uchun muhim bo'lgan qo'shimcha mahsulot ko'payishiga turtki bo'ldi. Ilk davlatlarning paydo bo'lishida ilk shaharlardagi o'zaro ayirboshlash, savdo-sotiq va madaniy aloqalarning ham ahamiyati nihoyatda katta bo'lgan. So'nggi bronza davriga kelib, shimoldagi ko'chmanchi chorvador qabilalar va janubdagi o'troq dehqonchilik aholisi o'rtasida o'zaro mol ayirboshlash va madaniy aloqalar yanada jadallashdi. Janubiy va shimoliy hududlardan topilgan topilmalardagi juda ko'pgina o'xshashliklar bu hududlar o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy va madaniy aloqalardan, qadimgi yo'llarning taraqqiy etganligidan dalolat beradiki, bu jarayonlar ham dastlabki shaharlar bilan birga ilk davlatchilikning asosiy omillaridan hisoblanadi. Davlatlarning ko'pchilik tadqiqotchilarning fikrlariga qaraganda, O'rta Osiyoda eng qadimgi shakllanish jarayoni dehqon chorvachilik iqtisodiyoti, ixtisoslashgan hunarmandchilik va shahar markazlarining paydo bo'lishi bilan uzviy bog'liqdir. Hozirgi kunga qadar olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijalari bu hududlarda ilk temir davridagi ijtimoiy-siyosiy rivojlanishning ayrim muhim masalalarini yangi asosda izohlashga imkoniyat yaratadi. Ammo shunga qaramasdan bu masala to'liq yechimini topmagan bo'lib, xususan O'rta Osiyo qadimgi davlatlari tipologiyasi va xronologiyasi, davlatchilik taraqqiyotida ilk shaharlarning ahamiyati muammosi shular jumlasidandir. 19-asrning oxirlaridan boshlab hozirgi kunga qadar olib borilgan Avesto ma'lumotlari viloyatlarning Aryo-Shayoni bo'yicha birlashishi, Gerodot va Gekati asarlari, Katta Xorazm, shuningdek Ktisining qadimgi Baktriya davlati haqidagi ma'lumotlari va nihoyat arxeologik tadqiqotlar natijalari O'rta Osiyoda ilk davlat uyushmalarining paydo bo'lishi muammolarini o'rganish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bunday sharoitda chorvador aholining ma'lum bir qismi xo'jalikning yarim o'troq va chorvachilik shakliga o'tishga majbur bo'ladilar. Shuning uchun ham O'rta Osiyodagi miloddan avvalgi 6-4 asrlarga oid ko'chmanchilar yodgorliklari, o'troq aholi hududlari chegaralarida Orolbo'yi, Shimoliy Turkmaniston, Zarafshonning quyi oqimi, Pomir va boshqalar joylashganligi tasodifiy hol emas. Sagdullayevaning fikricha, Aryo-Shayoni kabi viloyatlar uyushmasi vaqtinchalik va qoloq bo'lib, qadimgi Baktriya kabi nisbatan yirik siyosiy uyushmalarning paydo bo'lishi O'rta Osiyo o'troq va ko'chmanchi aholi o'rtasidagi doimiy siyosiy qarama-qarshiliklar sabab bo'ladi. Aholi aralash joylashuvi hududlarda o'troq viloyatlar siyosiy uyushmalarining shakllanishiga turtki bo'lgan omillardan biri
O'rta Osiyoning janubidagi dasht hududlarida joylashgan ko'chmanchi qabilalar hujumi xavfi edi. Miloddan avvalgi 7-6 asrlarga kelib bunday hujumlar tez-tez bo'lishi muqarrar edi. Chunki O'rta Osiyoning ko'pgina tog' va dasht hududlarida yilqichilik keng tarqalib, ko'chmanchilarning o'zlari esa katta jangovar muvaffaqiyatlarga erishib, jiddiy xavf tug'dira boshlaydilar. Miloddan avvalgi 8-asrning oxiri 7-asrga kelib O'rta Osiyoning janubidagi qishloqlar rivojlanishiga jadallik bilan o'zgarishlar boshlanib, Baxtriya va Sug'diyona hududlarida o'zida shaharsozlik belgilarini mustahkam devorlar, saroylar, burjlar, handaqlar, devorlardagi o'q otish yo'laklari va boshqalar aks ettiruvchi makonlar paydo bo'ladi. Ilk temir davriga oid bunday manzilgohlarning soni Baxtriya, Marg'iyona va Sug'diyonada 20 dan ziyodroq. Asosiy manzilgohlar esa maydoni 5 dan kam qishloq qo'rg'onlari uchun katta bo'lmagan alohida qal'alar va dehqonchilik qishloqlaridan iborat. Shaharlar turiga kiritish mumkin bo'lgan kattagina qo'rg'onli mustahkamlangan manzilgohlar ayrim qadimgi dehqonchilik viloyatlarida Surxon, Qashqadaryo, Zarafshon havzalari va boshqalar bitta yoki ikkitadan ko'p bo'lmagan. Ilk davlatlarning asosiy belgilari: ijtimoiy-iqtisodiy belgilar, arxeologik belgilar, aholi sonining oshishi va ijtimoiy tabaqalanishni ko'rsatuvchi belgilar. Turar joy manzilgohlarining oshishi, manzilgohlarning hududiy kengayishi, qabrlar va ularda uchraydigan topilmalarning son va sifat ko'rsatkichlari. Ilk davlat markazi shaharning mavjudligi, shaharlarning paydo bo'lishi, shahar atrofida qishloq manzilgohlarining jamlanish jarayoni, hunarmandchilikning rivojlanishi, hunarmandchilik sohalarining markazlashish jarayoni, hunarmandchilik mahsulotlari turlarining oshishi, sifatiy o'zgarishlar, dehqonchilikning rivojlanishi, mehnat qurollarining takomillashuvi, sun'iy sug'orish shoxobchalari va kanallarning paydo bo'lishi, ekin turlari sonining oshishi, chorvachilikning rivojlanishi, uy hayvonlari suyaklari sonining oshishi, harbiy ishlarning takomillashuvi, harbiy istehkomlarning mavjudligi, qurollarning takomillashuvi, mudofaa inshootlar, burjlar, kishilarni ruhiy birlashtiruvchi markazlashgan din, oila atlarining mavjudligi, monumental ibodatxonalar. Davlatning asosiy belgilari quyidagilardan iborat: aholining hududiy asosga ko'ra birlashganligi, milliy suverenitetga egaligi, ichki va tashqi siyosatni amalga oshirishdagi mustaqillik, maxsus boshqaruv va majburlov apparatining mavjudligi, huquq tizimining mavjudligi, soliq tizimiga egaligi, davlatlarni tiplarga ajratishda formatsion va sivilizatsion yondashuvlar mavjud. Formatsion yondashuv davlatlarni ijtimoiy-iqtisodiy darajasini, sinfiy mohiyati, maqsadi, vazifalari hamda funksiyalarini mezoniga ko'ra tiplarga ajratishdir. Sivilizatsion yondashuv davlatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzumi va funksiyalari bilan bir qatorda ko'proq ularning tarixiy madaniyat taraqqiyoti, an'anaviy axloqiy va madaniy rivojlanish darajasiga qarab tiplarga ajratishdir. Ta'kidlash joizki, hozirgi kunda davlatchilik masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarning aksariyati sivilizatsion yondashuvni qo'llab-quvvatlaydilar. Sagdullayev qadimgi boshqaruv tizimi quyidagi funksiyalar bilan bog'liq holda amalga oshirganligini ta'kidlaydi. Iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy, siyosiy, hududiy. Davlatning jamiyat taraqqiyoti va uning siyosiy tizimidagi tutgan o'rni quyidagicha izohlanadi. Ma'lum hududlardagi davlat o'z hududi doirasida yashovchi tilidan, dinidan, millatidan qat'iy nazar barcha aholiga hokimiyat ta'siri o'tkazadigan yagona siyosat tashkilotdir. Davlat o'z ichida va tashqi aloqalarda yo'lga qo'yiladigan munosabatlarda boshqa ijtimoiy-siyosiy tashkilotlardan farq qilgan holda oliy hokimiyatga to'la suverenitetga egadir. Davlat jamiyat hayoti taraqqiyotining turli sohalari va yo'nalishlarini muvofiqlashtirib turadi. Vatanimiz ozodligi va mustaqilligi uchun kurashgan buyuk siymolar. Tarixiy manbalarning ma'lumot berishicha, O'rta Osiyo xalqlari Ahamoniylar bosqiniga qarshi qattiq kurash olib borganlar. Xususan, Massaget qabilalari malikasi Tomaris boshchiligida forslarning turli hiyla-nayranglar ishlatishiga qaramasdan ularning katta qo'shinini tor-mor etadilar.
Malika Tomaris va massagentlarning harbiy mahorati tufayli bu jangda Hamoniylar hukmdori Kir II ham halok bo'ladi. Gerodot xabar berishicha, bu jang varvarlar, ya'ni massagentlar ishtirok etgan janglar orasida eng dahshatlisi edi. Kamon o'qlar tugagach, qo'l jangi boshlanib, nayza va qilich bilan kurashdilar. Qo'shinlar jangi uzoq vaqt davom etdi. Nihoyat massagentlar g'alaba qozondilar. Kir II qo'shinlarining massagentlar tomonidan tor-mor etilishi miloddan avvalgi 530-yilga to'g'ri keladi. Tarixchi Palyen forslarga qarshi kurashgan Shiroq qahramonligi haqidagi afsona to'g'risida xabar beradi. Uning xabariga ko'ra, Sak qabilalarining vakili bo'lgan Shiroq ismli cho'pon hiyla yo'li bilan forslarning katta qo'shinlarini suvsiz sahro ichkarisida adashtirib qo'yadi. Shiroq ham fors qo'shinlari ham ochlik va tashnalikdan halok bo'ladilar. Miloddan avvalgi 522-yilda Hamoniylar taxtiga Doro birinchi o'tiradi. U taxtga o'tirishi bilanoq Parfiya, Marg'iyona va Saklar o'lkasida forslarga qarshi qo'zg'olonlar ko'tariladi. Behistun yozuvlariga qaraganda 522-yilning oxirida Marg'iyonada ko'tarilgan qo'zg'olonga Frada ismli kishi boshchilik qiladi. Doro birinchi Baktriya satrapi Dadarshish boshchiligidagi qo'shinlarni qo'zg'olonchilarga qarshi jo'natadi. Qo'zg'olon shafqatsizlarcha bostirilib, 55 ming marg'iyonalik halok bo'ladi. Frada ham qo'lga olinib qatl ettiriladi. Saklar o'lkasidagi forslarga qarshi kurashga Skuxna boshchilik qiladi. 519-518-yillarda bo'lib o'tgan bu kurashda Saklar forslar tomonidan mag'lubiyatga uchraydi. Saklarning ko'pchiligi o'ldirilib, ko'pchiligi asir olinadi. Ularning yo'lboshchisi Skunxa asir olinib, o'rniga boshqa yo'lboshchi tayinlanadi. Xullas, forslar O'rta Osiyodagi mahalliy aholining qahramonona qarshiligini qiyinchilik bilan sindirganidan keyingina bu hududlarni batamom o'zlariga bo'ysundirdilar. Aleksandr dastlab Yaksart bo'yida o'z mavqeini mustahkamlashga qaror qilib, bu yerdagi qo'zg'olonlarni bostirdi. Sug'diyonada miloddan avvalgi 329 yil ko'zida Spitamen boshchiligidagi qo'zg'olonni Marokandda bostirish uchun sarkarda Farux boshchiligidagi qo'shinlarni jo'natdi. O'zi asosiy kuchlari bilan Saklar ustiga yurish qildi, ammo bu yurish muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi. Farnuh boshchiligidagi Maroqandaga jo'natilgan qo'shinlar Spitamen tomonidan mag'lubiyatga uchradi. Aleksandrning o'zi asosiy kuchlari bilan Sug'diyonaga qaytishga majbur bo'ldi. O'rta Osiyo hududlarida ko'tarilgan qo'zg'olonlar Yunon-Makedon zulmidan ozod bo'lishga qaratilgan bo'lib, Aleksandrning varvarlarni osonlikcha bosib olmoqchi bo'lgan rejalarini puchga chiqardi. Sug'diyonaning tog'li hududlaridagi bosqinchilar qadami yetmagan joylarda qo'zg'olonchilar yashirinib olgan edilar. Sug'diyonaning deyarli barcha aholisi Spitamen tomonidan bo'lib, uning g'alabalariga katta umid bog'lagan edilar. Aleksandr esa miloddan avvalgi 329-28-yillar qishlovini Baktriyada, ba'zi manbalarda Navtakada deyiladi, o'tkazar ekan, vaqtini behuda ketkazmadi. U bu yerda Xorazm hukmdori Farasmand bilan muzokaralar olib bordi. Natijada Aleksandrning Xorazmga yurish rejasi to'xtatildi. Bunga Farasmandning daryo ortidagi Saklar davlati hujumidan xavfsirashi hamda Aleksandrning yurishlarini to'xtatish harakatlari sabab qilib ko'rsatiladi. Miloddan avvalgi 328-yilning bahoridan Yunon makedonlarga qarshi kurash yana avj oldi. Mahalliy aholi yirik shaharlar, qal'alar, tog'li hududlarda kurashni davom ettirdilar. Ahvol jiddiylashgandan xavotirga tushgan Aleksandr 30 ming qo'shinni 5 guruhga bo'lib, bu guruhlarga ishonchli sarkardalar Gefestion, Ptolemay Lag, Perzikka Ken va Artabozlarni boshliq etib tayinladi. Yunon makedonlarning shafqatsiz urushlari natijasida ko'pgina mahalliy aholi qirilib ketdi. Qolganlari ham tog'li hududlarda kurashni davom ettirdilar. Bu o'rinda
Spitamenning jasorati haqida to'xtalish joizdir. U doimo raqiblarning zaif joylarini izlar va ularga aynan o'sha joylardan zarbalar berar edi. Spitaman Sug'diy va Baxtriyalik zodagonlar hamda saklar bilan ittifoqlikda dushmanga qarshi kurashishga harakat qildi. Manbalarning ma'lumot berishicha, miloddan avvalgi 328-yilning oxirida 125 Spitaman o'z vatandoshlari xiyonatining qurboni bo'ladi. Spitaman tajribali davlat arbobi va sarkarda bo'lib, u bosqinchilarni ona yurtidan haydab chiqarishi uchun imkoniyati bo'lgan barcha tadbirni ko'rdi. Choralardan unumli foydalanishga harakat qildi. U mohir sarkarda bo'lib, dushmanning kichik xatosidan ham unumli foydalanar va uning zaif tomonlarini topishga harakat qilardi. Ammo Aleksandr harbiy kuch-qudrati jihatdan Spitamendan ustun edi. Spitamen halok bo'lgandan so'ng asosan tog' qal'alari qo'zg'olon o'choqlariga aylandi. Yozma manbalarda eslatiladigan Sug'd qoyasi yoki Arimas qoyasi, Xorien qoyasi shular jumlasidandir. Tariximizdagi ulug' zotlardan biri Mo'g'ul bosqinchilariga qarshi mardonavor kurashgan, vatan ozodligi yo'lida jon fido qilgan buyuk sarkarda, mardlik timsoli bo'lmish Jaloliddin Manguberdi hisoblanadi. O'rta asr musulmon mualliflari, jumladan uning vaziri va munshisi bo'lgan An-Nasaviy uni Mankburni, ya'ni Mank belgi, hol degan holdor, burunli degan ma'noni anglatgan nomi bilan atashgan. Istiqlol sharofati bilan ozodlik va erk kurashchisi bo'lmish buyuk sarkarda Jaloliddin Manguberdining tarixiy nomi qayta tiklandi. Ular 310 orasida milliy qahramonimiz Jaloliddin Manguberdining betakror nomi yulduzdek charaqlab turadi. Sulton Jaloliddin siymosi nafaqat Xorazm, balki butun O'zbekistonning faxru g'ururidir degan ta'rif qo'yilgan mavzu mohiyatini to'liq o'zida mujassam etadi. Jaloliddin og'ir bir payti Movarounnahr urush domiga tortilgan, mamlakatning katta qismi mo'g'ullar tomonidan istilo etilgan, Xorazmshohlar qo'shinni yakson qilingan, amirlarning bir qismi xoinlik qolgani, o'z joni mulkini asrash yo'liga tushgan, sulton mamlakatni o'z holiga tashlab qo'ygan, o'zaro sarosima va tahlika hukm surgan bir vaqtda tarix sahnasida paydo bo'ldi. Jaloliddin shunday bir og'ir vaziyatda vatan va xalq erki uchun kurashib, mo'g'ullarga qarshi 11 yil davomida kurash olib bordi. 14 marotaba mo'g'ullarga qarshi ot surib, uning 13 tasida g'oliblikni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Mo'g'ullar bosqini arafasida Jaloliddin garchi katta o'g'il bo'lsa-da, buvisi Turkon xotun tomonidan hokimiyatdan chetlatilgan bo'lib, taxt vorisi etib Turkon xotun urug'idan bo'lmish boshqa bir shahzoda Qutbiddin O'zloqshoh valiahd deb e'lon qilingan edi. Taomilga ko'ra shahzodalarning hududlar mulk etib bo'lib berilgan edi. Jumladan G'azna, Bamiyon, Alg'ur, Bo'st, Takinobod, Zamin Davora va Hindiston bilan chegaradosh yerlar esa Jaloliddinga mulk etib berilgan edi. Garchi Jaloliddin buvisining izni bilan markazdan chetlatilgan bo'lsa-da, lekin sulton unga alohida muhabbat ila qarar, uning jasurligini qadrlar va o'zidan uzoqlashib ketmasligini xohlar edi. Shuning uchun ham unga vazir etib taniqli davlat amaldori Shamsul Mulk Shahobiddin Alp al-Haraviyni noyib o'rinbosar etib esa sarkarda Kuzbar Malikni tayinlaydi. Mo'g'ullar taqibidan hayiqib ma'lum vaqt Xurosonda sargardon bo'lgan Muhammad Xorazmshoh plevrit o'pkaga suv yig'ilish kasali bilan og'rib, taxminan 1220-yilning oxirlarida Hijriy 617-yilda Qo'qonlikda Kaspiy dengizdagi Ashura orolida vafot etdi. O'limi oldidan sulton Jaloliddin taxt vorisi etib e'lon qilib, sultonlik ba'zi rutbalarni unga topshirdi. Jaloliddin o'z inilari O'zloqshoh va Oqshohlar bilan otasini dafn etgach, 70 ta kishisi bilan to'g'ri Gurganchga keldi. Tez orada unga Xo'jand hokimi Temur Malik va boshqa erksevar kishilar ham kelib qo'shiladilar.
Xalq Jaloliddin Manguberdining shod va xurramlik va katta umid bilan kutib oladi. Lekin indisi Uzloq shoh va uning tarafdorlari unga qarshi fitna tayyorlayotganidan xabar topgach, bu alfozda mo'g'ullarga qarshi kurashib bo'lmasligini tushungan Jaloliddin 300 ta kishisi bilan yashirincha poytaxtni tark etadi. Hozirgi davrdagi yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, Jaloliddinning mo'g'ullar bilan ilk to'qnashuvi avval boshida Jand viloyatidagi Irg'iz dashtida bo'lgan. Jaloliddin 16 kun ichida Xorazmdan Xuroson yerlaridagi Niso qo'rg'oni atrofiga yetib keladi. Chingizxon sulton o'g'illarining Xorazmga qaytganliklaridan xabar topgach, agarda ular Xurosonga chekinmoqchi bo'lsalar, ularga qarshi chiqadi degan maqsadda o'z qo'shinidan Xurosonning har yeriga pistirmalar qo'yadi. Jaloliddin Niso yaqinida o'zining 300 ta askarlari bilan mo'g'ullarning 700 kishilik otryadini zarbaga uchratadi. Mo'g'ullar batamom mag'lub etiladi. Ushbu g'alaba mo'g'ullarning afsonaviy qudrati haqidagi mishmishlarga chek qo'yadi. Jaloliddin obro'si ko'tarilib, xalq ommasida g'alabaga bo'lgan ishonch mustahkamlanadi. Shunday bir vaziyatda Jaloliddinning ukalari O'zloq shoh va Oqshohlar sarosimaga tushib, nima qilishlarini bilmay, Jaloliddin ketidan ular ham Xurosonga ketishadi. Mo'g'ullarning kichik otryadi ustidan g'alaba qozonib, bu g'alabaga juda katta e'tibor berib yuborishadi. Shundan so'ng aysh-ishratga berilib, Xurosonning Habushan shahri yaqinida mo'g'ullarga qarshi navbatdagi kurashda qo'lga tushib qatl etiladilar. Mo'g'ullar qatl etilgan shahzodalarning kallalarini namoyishkorona tarzda ma'lum bir vaqt Xurosonga olib yurishadi. Jaloliddinning yana bir inisi Iroq yerlarining noibi Rukniddin G'ursanji manbalar unga aql, zakovat va ko'rkamligida tengi yo'q deb ta'rif berishgan. Eronning Ustunavand qal'asida 6 oy mo'g'ullarga qarshi kurash olib borib mardonavor tarzda halok bo'ladi. Jaloliddinning boshqa bir ukasi bir vaqtlar Kimron, Makron va Kesh yerlari noibi G'iyosiddin Pirshoh Eronning Kirmon viloyatida muqim qolib, o'zini sulton deb e'lon qiladi. Keyinchalik G'iyosiddin Pirshoh Jaloliddinga Eron yerlaridagi kurashlarda ma'lum yordam beradi. Jaloliddin esa bu vaqtda Nishopurga yetib keladi. Bir oy davomida mo'g'ullarga qarshi kurashish maqsadida barcha amir sarkardalariga qo'shin yig'ish xususida murojaat qiladi. Mo'g'ullar uning ushbu faoliyatidan xabardor bo'lganliklarini bilgach, Zavzon, Nishopur va Hirot oralig'ida tumandagi Al-Qohira qal'asiga kelib o'rnashadi. Afsuski, bu vaqtda mahalliy noyib hokimlar uning atrofida jipslasha ololmaydilar. Hali yetarli kuchga ega bo'lmagan Jaloliddin qal'ada uzoq turish xavfli ekanligini tushunib, G'azna tomon yo'l oladi. Chingizxon esa bu vaqtda ulkan qo'shin bilan Xurosonga izmiz kelayotgan edi. Jaloliddin G'aznaga yetmasdan yaqin orada Hirot hokimi hamda qaynotasi bo'lmish Amin Malik bilan uchrashadi va ular birgalikda Qandahor qal'asini qamal qilayotgan mo'g'ullar ustiga yurish qiladilar. Jaloliddin bu kurashda harbiy ilm tarixida ilk bora piyoda yoyandozlarni mo'g'ullarning otliq askarlariga qarshi qo'yadi. Inglizlar keyinchalik bu harbiy usulga yuqori baho berib, o'zlarining Kres yonidagi mashhur janglarda undan foydalanishadi. 3 kunlik jangdan so'ng mo'g'ullar mag'lub etilib, Jaloliddin g'olib bo'ladi va u G'azna tomon yo'l oladi. U 1221-yilning fevralida G'aznaga kirib keladi. Manbalarda qayd etilishicha, xalq Jaloliddinni juda katta tantana bilan kutib oladi. Shahar xuddi hayit bayramidek shod va xurramlikka to'ladi. G'aznada Jaloliddin xizmatiga Sayfiddin Og'roq al-Halaji, Balx hokimi A'zam Malik, afg'on qabilalari sardori Muzaffar Malik va Qarluqlar rahbari Al-Hasan Qarluq o'z qo'shinlari bilan qo'shiladilar. Jami qo'shinning soni tarixchilarning xabariga ko'ra 90-130 ming kishi atrofida bo'lgan. Chingizxon Jaloliddinning kuch-qudratini oshib borayotgani va mo'g'ullar 312 undan Qandahorda zarbaga uchraganligidan g'azablanib, No'yon Shikki Futuhi boshchiligidagi qo'shinni uning ustiga yuboradi. U 1221-yilning kuzida Jaloliddin yerlariga yaqinlashib keladi. Bu vaqtda mo'g'ullarning
Sikichuk va Molgor boshchiligidagi peshqadam guruhi Chorikordon shimolroqdagi Valyon qo'rg'onini qamal qilishni boshlagan edi. Jaloliddin bir hamladayoq mo'g'ullarni zarbaga uchratishga muvaffaq bo'ladi. Bu jangda mo'g'ullarning 1000 dan oshiq kishisi halok bo'ladi. Ko'plab tarixchilar, jumladan Ibn al-Asir, Juvayni, Rashiddin bu jangga yuqori baho bergan edilar. Jaloliddinning mo'g'ullarga qarshi muhim janglaridan biri 1221-yilning kuzida Shimoliy Afg'onistonning Lagar daryosi bo'yidagi Parvon dashti yaqinida bo'lib o'tadi. Birlashgan qo'shinga shaxsan Jaloliddinning o'zi lashkarboshchilik qilib, o'ng qanotida Amin Malik, chap qanotda Sayfiddin O'g'roq boshchilik qilishadi. Mo'g'ullar jon-jahdlari bilan kurashga kiradilar. Hatto Shikki Xutuhuning buyrug'i bilan Jaloliddin qo'shiniga xavf tug'dirish maqsadida har bir mo'g'ul askari orqasiga namatdan yasalgan soxta qo'g'irchoq tulib ham o'tkazib qo'yishadi. Parvon jangi mo'g'ullarning mutlaq mag'lubiyati bilan tugab, Shikki Xutuhu qutgan qo'shini bilan Chingizxon huzuriga bazo'r qochishiga ulguradi. Parvon yaqinidagi jang Movarounnahr va Xuroson ahli uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Shu paytgacha mo'g'ullarning ilohiy yengilmas kuch-qudratga egaliklari xususidagi gap so'zlarga, afsonalarga batamom chek qo'yildi. Jaloliddinning g'alabasida Movarounnahr va Xuroson xalqlarining ruhi ko'tarildi. G'alaba ta'sirida Sarax, Marv, Hirot va boshqa Xuroson shaharlarida mo'g'ul istilochilariga qarshi xalq isyonlari boshlanib ketdi. Buxoroda bosh ko'targan aholi esa mo'g'ullarni shahardan siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Chingizxon Jaloliddinning kuchayib borishi uning xalq ommasi tomonidan qo'llab-quvvatlanilishi mo'g'ullar bosib olgan yerlar uchun qanchalik xavf tug'dirishini yaxshi anglab yetgan edi. Shu sababdan ham shaxsan o'zi Jaloliddinni qanday qilib bo'lmasin mag'lub etish maqsadida shtob bilan katta qo'shinga bosh bo'lib janub tomon yo'l oldi. Jaloliddin qo'shini Parvon jangidan so'ng katta o'ljani qo'lga kiritgan edi. Ushbu o'ljaning taqsimlanishi vaqtida Jaloliddinning ilk sarkardasi Amin Malik va Sayfiddin O'g'roq o'rtasida ixtilof chiqadi. Ixtilof natijasida Sayfiddin O'g'roq va undan keyin boshqalar ham qo'shindan ajrab chiqib ketadilar. Jaloliddinning qo'shini nisbatan kamayib, uning o'zi tang bir ahvolda qoladi. Jaloliddinning uni tark etgan sarkardalarga qayta ittifoq tuzish, dushmanga qarshi birgalikda kurash olib borish to'g'risidagi murojaatlari zoye ketdi. Jaloliddin ichak og'rig'i kasaliga duchor bo'lib turgan paytida mo'g'ullarning peshqadam guruhi Gardizga G'aznadan 50 kilometr sharqda joylashgan shahar o'rnashganligidan xabardor bo'ladi. Jaloliddin xastaligiga qaramasdan Gardizdagi mo'g'ul askarlariga to'satdan zarba berib, ularni mag'lubiyatga uchratadi. U Chingizxonga qarshi ozchilik qo'shin bilan kurasha olmasligini anglab, Hind daryosi bo'yiga chekinishga qaror qiladi. Jaloliddinni qanday qilib bo'lmasin mag'lub etish va uni qo'lga tushirish ilinjida bo'lgan Chingizxon uni izma-iz ta'qib etib keladi. Jaloliddinni ta'qib etib kelayotganda mo'g'ullarga ayniqsa Bamiyon qal'asi qattiq qarshilik ko'rsatdi. Bamiyon qamali vaqtida Chig'atoyning o'g'li Chingizxonning suyukli nabirasi Mutulk halok bo'ladi. Bundan darg'azab bo'lgan Chingizxon qal'adan bironta o'lja, bironta odamni asirlikka olmay barcha qal'a ahlini qirib tashlashni buyuradi. Yer bilan yakson qilingan sobiq Bamiyon qal'asi keyinchalik mo'g'ullar tomonidan Mubaliq, ya'ni ahmoqona shahar nomini oladi. Nihoyat 1221-yilning 25-noyabr payshanba kuni Hijriy 618-yil Shavvol oyining 8-kuni Hind daryosi bo'yida 3 kun davom etgan hal qiluvchi jang boshlandi. Bir qator o'rta asr musulmon tarixchilarining ta'kidlashlaricha, bunday qonli, keskin va dahshatli jang tarixda ro'y bermagan ekan. Jaloliddin va uning
qo'shini misli ko'rilmagan darajada jasorat va bahodirlik namunalarini ko'rsatdi. Faqat 3-kunga kelib Chingizxon qo'shini ustunlikka erisha boshladi. Jaloliddinning taxminan 7-8 yoshli o'g'li Chingizxon otryadi qo'liga tushib qolib o'ldiriladi. Jangda mardonavor kurashgan Amin Malik va boshqa ko'plab sarkarda navkarlar ham halok bo'ldilar. Chingizxon qanday qilib bo'lmasin Jaloliddinni tiriklayin qo'lga olishga buyruq berdi. Jaloliddin esa uni qo'lga olishga intilayotgan mo'g'ul qo'rshovini faqat shaxsiy bahodirligi tufayli yorib chiqib, Sind daryosi bo'yiga yetib kelishga muvaffaq bo'ldi. Daryo bo'yida uni onasi Oychechak va haramdagi boshqa ayollar kutib turishar edi. Shundoq ham bu jangdan ruhan va jismonan ezilgan Jaloliddinga ular bizni o'ldiring va mash'um asirlikdan qutqaring deya murojaat qilishadi. Jaloliddin barcha haram ayollarini suvga cho'ktirishga ko'rsatma berishdan boshqa iloji qolmaydi. O'zi esa oti bilan suvga sakrab daryoning narigi qirg'og'i Hindiston tomonga suzib o'tadi. Jaloliddinning har qanday vaziyatda ham o'zini yo'qotmasligi, uning jasorati va mardligiga, metindek irodasiga Chingizxon ham tan beradi. Tarixchilardan Juvayni, Rashididdin va boshqalarning yozishlariga qaraganda, Jaloliddinning jasoratiga qoyil qolgan Chingizxon o'z o'g'illariga qarata, otaning faqat shunday o'g'li bo'lishi lozim. U olovli jang maydonidan o'zini qutqarib, halokatli girdobdan najot qirg'og'iga chiqdimi, undan hali ulug' ishlar va qiyomatli isyonlar keladi deydi va uning orqasida ta'qib etishni taqiqlaydi. Hind daryosi bo'yidagi jangdan so'ng Chingizxon 3 oy davomida Jaloliddin qo'shinidan o'z vaqtida ajrab ketgan sarkardalar qal'alarini qo'lga olib, ularni yo'q qilish bilan band bo'lgan. Rashididdinning yozishiga ko'ra, Jaloliddin daryodan taxminan 120 ta tirik qolgan kishilari bilan Hindiston qirg'og'ida uchrashadi. Jaloliddin ham tirik qolganlar ham ma'naviy, ruhiy ham og'ir janglardan jismoniy ezilgan holda murakkab bir ahvolda qolishgan edi. Bu vaqtda Shatra deb 314 atalgan hududdagi mahalliy hind rojalaridan biri 40 ming chog'li otryadi bilan daryoning bu betiga suzib o'tgan xorazmliklarni qirib tashlash uchun yetib keladi. Faqatgina Jaloliddinning tengsiz bahodirligi va qahramonona xatti-harakati tufayli roja o'ldirilib, qo'shin orqaga chekinadi. Bu jangdan Xorazmshoh askarlarining ruhi ham ko'tarilib, tez orada Jaloliddin o'z atrofiga 3000 kishilik askarni yig'ishga muvaffaq bo'ladi. Og'ir vaziyatlarda ham o'zini yo'qotmay, qaddi bukilmagan sarkarda Hindistonga o'tgach, Hind daryosi bo'yidagi yerlarni ishg'ol qila boshlaydi. Tez orada Jaloliddinning hokimiyati Dehli sultoni Shamsiddin Eltutmish va Sind Uchcha Mutol, Lohor va Peshovar hokimi bo'lmish Nosiriddin Qubacha ham tan oladilar. Hindistonda Jaloliddin 1223-yilning oxirlarigacha bo'lib Xorazmshohlarning azaliy mulki bo'lgan Iroq va Eronni o'z izmiga kiritish, mo'g'ullarga qarshi kurashni davom ettirish maqsadida yo'lga otlanadi. O'z o'rniga noyib etib taniqli sarkarda Jahon Polvon O'zbekni qoldirib ketadi. Jahon Polvon to 1229-yilgacha Hindiston mulklarini boshqarib, so'ngra Jaloliddin huzuriga Iroqqa qarab ketadi va uning harbiy yurishlariga yelkadosh bo'lib xizmat qiladi. 1224-yilning boshida Jaloliddin Kirmonga kelib, Kirmon sultoni bo'lmish ukasi G'iyosiddin Pirshohdan yordam tariqasida 4000 kishilik qo'shin oladi. U o'zining asosiy maqsadi mo'g'ul istilochilariga qarshi kurashib, mustaqil davlat yalovini tiklash ekanligini bildiradi. Uning Sheroz va Isfahonga tashrifi xalq katta ommasi katta tantana bilan kutib oladi. Jaloliddin mo'g'ullarga qarshi birgalikda kurash olib borish maqsadida ukasi G'iyosiddin Pirshoh, Bag'dod xalifalari Az-Zohir, so'ngra Al-Muntasir, Gurjiston malikasi Rusudana va boshqalarga murojaat qiladi. Lekin mo'g'ullar qasosi qolaversa, Jaloliddinning hokimiyati kuchayib ketishidan cho'chigan ko'pchilik musulmon hokim hukmdorlari u bilan ittifoq tuzishni xohlamaydilar. Bag'dod xalifaligi Ismoiliylar hokimi Muhammad 3
lar esa mo'g'ullar bilan yaqinlashishga, Jaloliddinga qarshi ochiqdan ochiq kurashishga bel bog'ladilar. Malika Rusudana va uning vaziri Avak bilan o'zaro ittifoq xususidagi takliflari zoye ketgandan so'ng 1226-yil fevralda Sarkarda Gurjistonga yurish qiladi. Gurjiston qattiq jang ila egallanib, bu yerda ko'plab kurashlar bo'lib o'tadi. Bosh ko'targan Gurjiston ikkinchi marotaba 1228-yil egallandi. Bir vaqtning o'zida Jaloliddin Manguberdi Kirmonda unga qarshi bosh ko'targan xiyonatkor Barak Hojibga va Ismoiliylarga ham qarshi kurash olib borishga ham to'g'ri keladi. Shuningdek, ahamiyatli hisoblangan Avarat tog'liklari etaklarida joylashgan Xilat qal'asi ham Jaloliddinga uzoq vaqt mobaynida qarshilik ko'rsatadi. 1227-yil oxirlarida mo'g'ullarning Eronga kirib kelishi niyatlari borligini bilgan Jaloliddin ularga qarshi qat'iy jangga kirishga tayyorgarlik ko'radi. Mo'g'ullarning o'sha yili yuborilgan 2000 kishilik avangardi tor-mor etilib, ulardan 400 tasi Isfahonda namoyishkorona tarzda jazolanadi. 1228-yili 25-avgustida Eronni zabt etish uchun kelgan Taynal No'yon boshchiligidagi mo'g'ul istilochilari bilan Isfahon yaqinida hal qiluvchi jang bo'lib o'tdi. Garchi jang vaqtida ukasi G'iyosiddin Pirshoh xoinlik qilib o'z qo'shini bilan Loristonga chekingan bo'lsa-da, Jaloliddin qat'iy ravishda bu holatga e'tibor qilmay shiddatli kurash olib boradi. Manbalarning so'zlashicha, hatto mo'g'ul No'yonning o'zi "Sen haqiqatdan ham o'z davrining erkak o'g'loni ekansan" deb uning jasoratiga tan bergan ekan. Jaloliddin bu jangda butkul g'oliblikni qo'lga kiritadi. U 8 kun mobaynida Erondagi mo'g'ullarni izma-iz ta'qib etib, ularni mamlakatdan haydab chiqardi. Jaloliddin erta tongda muzaffar sarkarda sifatida Isfahonga kirib kelgach, xalq uni g'olib sulton sifatida shod va xurramlik bilan kutib oladi. Jaloliddinning zafarli g'alabasi ovozasi butun islom olamiga keng tarqaldi. O'sha yili hatto mo'g'ullarning buyuk xoni bo'lmish O'gedey Jaloliddinning mo'g'ullar ilkiga tushib qolgan egachisi Xon Sulton orqali unga maktub yuborib, u bilan sulh tuzish niyati borligini ham bayon qiladi. Jaloliddin bu diplomatik kelishuvdan voz kechib, xatni javobsiz qoldiradi. 1229-yil jangda xiyonat qilgan ukasi G'iyosiddinni Jaloliddin afv etadi, biroq tez orada yana fitnachilar domiga tushib qolgan G'iyosiddinning o'zi uning qurboniga aylanib, Barak Hojib tomonidan o'ldiriladi. Bundan voqif bo'lgan Jaloliddin fitnachilarni jazolab, Kirmonda osoyishtalik o'rnatadi. Jaloliddin murakkab va ziddiyatli davrda yashaydi. Shubhasiz, u ham ushbu davrning farzandi edi. U qo'shinlarining ko'plab harbiy yurishlar vaqtida talonchilik, zo'ravonlik qilishlariga gohida ko'z yumdi. Bu esa Eron, Ozarbayjon, Iroq, Gurjiston ahlida salbiy fikrlarning yuzaga kelishiga, noroziliklarning paydo bo'lishiga ham olib kelgan. Harbiy yurishlar vaqtida ba'zi amaldorlar, xususan vazir Al-Jandiyning riyokorligi Jaloliddinning obro'-e'tiboriga ancha zahmat yetkazdi. Qaltis va tahlikali vaziyatga qaramay, sulton Jaloliddin ichki hayotidagi salbiy holatlarga qarshi kurashishga jazm qildi. O'z riyokorligini va mansabini suiiste'mol qilganligi bilan nom chiqargan Jaloliddin yo'q davrlarda xazinani talon-taroj qilgan vazir Al-Jandiy jazolanadi. Jaloliddin o'z mansablarini suiiste'mol qilgan, bu tufayli xalqqa ko'p jabr-zulm keltirgan boshqa amaldorlar faoliyatini taftish qilib, ularni ham jazoga tortadi. Tabrizga tashrif buyurgan sulton barcha arzchilarning arzi-dodini tinglab choralar ko'radi. Xalq ommasiga xayrixohlik nuqtai nazaridan Tabrizni 3 yil soliqlardan ozod qiladi. Doimiy jang harakatlarida bo'lishiga qaramay, Isfahonda otasiga atab madrasa qurishni boshlaydi. Ancha vaqt qamal qilingan Xilat qal'asini qayta tiklashga buyruq beradi. Bu xususda jumladan tarixchi An-Nasaviy shunday deya yozgan edi: Jaloliddin davrida bir qancha fitnalar, g'am, qayg'u, mashaqqat va anduhlarga, vazirlarning tarqalib ketishiga va mehnatkash ommaning atroflarda boshpana izlab yurishlariga barham berildi.
Ular birlashtirildi, mustahkamlandi. Lekin nima bo'lganda ham Jaloliddin Manguberdi o'zining asosiy maqsadi Mo'g'ul istilochilariga qarshi kurashish ekanligini yodida saqladi. Bu kurashda u yon atrofdagi musulmon hukmdorlarning qo'llab-quvvatlashlariga umid bog'lagan edi, lekin ko'p holda yuqoridagi ma'lum sabablarga ko'ra ular bilan umumiy til topish imkoni bo'lmadi. O'z vaqtida turk, arab, musulmon hokimlari uning hokimiyati Yaqin Sharqda kuchayib ketishidan xavfsirashar, Jaloliddin bilan ittifoq tuzishni xohlashmas edi. Ularning ba'zilari hatto mo'g'ullar bilan ochiqdan-ochiq yaqinlashish tarafdori edilar. Ayniqsa Xilat qal'asining Jaloliddin tomonidan egallanishi unga da'vogar hokimlarning izzat nafsini toptagan edi. Jaloliddin unga qarshi ittifoq vujudga kelganidan xabardor bo'lsa-da, har holda hech bo'lmaganda uni ma'lum turkiy hukmdorlar qo'llaydi deb yanglishgan edi. 1230-yil 10-avgustida Konya sultoni, Hims hokimi, Halab hokimi, Mayafariqin hokimi va Baynas hokimlarining birlashgan ittifoqi Jaloliddinni mag'lub etadi. Ismoiliylar esa butkul xoinlik yo'lini tutib Jaloliddinning mag'lubiyati to'g'risida mo'g'ullarga yashirin noma ham yuboradilar. Jaloliddin mag'lubiyatidan foydalangan mo'g'ullar uning Ozarbayjonning Mo'g'on Shirkabuddagi qo'shin yig'ishi mumkin bo'lgan joylariga qo'qqisdan zarba berishadi. 1231-yil bahorida u Ganjaga kelib, barchagina qudratlarini unutib, yana mo'g'ullarga qarshi ittifoq tuzish uchun musulmon hukmdorlariga murojaat etdi. Lekin uning taklifi javobsiz qolib ketdi. Shunda Suriyadagi Amida qal'asi hokimi uni o'z oldiga chorlaydi. U Iroqqa borib, mo'g'ul istilochilariga qarshi vatan ozodligi yo'lida yana qo'shin to'plamoqchi bo'ladi. Shunda Amida yo'li yaqinida unga to'satdan mo'g'ullar hujum qilib qolishdi. 1231-yil avgust boshi. Uni 15 chog'i mo'g'ul navkarlari ta'qib etishadi. Jaloliddin o'z sheriklaridan ajrab Mayafariqin, hozirgi Turkiyaning Silvan viloyati yaqinida Ayn Addar qishlog'iga keladi. Ushbu tog'lik qishloqda u kurdlar qo'liga tushadi. O'zini sulton deb tanishtirgandan so'ng uni kurdlar o'ldirishga jazm etmaydilar. Uni tegishli joyga yetkazib qo'yish evaziga kurdlarga mukofot va'da qilinadi. Lekin kurdlar rahbari xonadonidan joy olgan Xorib Tolgan Jaloliddinni boshqa bir kurd kishisi o'lgan inisi xuni evaziga o'ldiradi. Bu voqea taxminan 1231-yilning avgust oyi 17-20 sanalar oralig'ida ro'y beradi. Ertasi kuni sulton buyumlarini sotib yurgan kurd xususida Mayafariqin hukmdori Al-Malik Al-Muzaffarga xabar berishganda, u qishloqqa o'z sarkardasi Shahobiddin G'oziyni yuboradi. Shahobiddin G'oziy sulton jasadini olib, qishloq erkaklarini barini o'ldiradi va qishloqqa o't qo'yib yuboradi. Muarrix An-Nasaviy buni eshitib, shaxsan Mayafariqinga o'zi keladi. Jaloliddinning tog'asi vazir O'turxon uning jasadini tanib, qattiq iztirobga tushdi. Jaloliddin Manguberdining murdasi Mayafariqinga dafn etilib, mo'g'ullar kirib kelgudek bo'lsa haqoratlamasin degan maqsadda qabri yer bilan tekislab yuboriladi. 317 Jaloliddinning ashaddiy dushmani Damashq hokimi Al-Malik Al-Ashrafga sulton halokati xususida xabar yetkazilib, suyunchi so'ralganlarida u qayg'uga botib, sizlar uning o'limi bilan meni qutlamoqchimisizlar, ammo siz voqeaning achchig'ini tatib ko'rasizlar. Alloh nomi bilan qasam ichamanki, uning halokati islom olamiga mo'g'ullarning bostirib kirishini anglatadi. Endilikda biz bilan Yajuj va Majujlar o'rtasida devor bo'lib turgan Xorazmshohdek odam yo'qdir deb javob bergan edi. Ibn Vosil esa uni mo'g'ullar va musulmonlar orasidagi istehkom bo'lgani deb ta'riflagan edi. Jaloliddinning o'limidan so'ng uning shonli nomi tez orada xalqlar tilida doston bo'lib ketdi. Jaloliddin tirik, Jaloliddin qaytib kelyapti degan ovozalar uzoq vaqtgacha mo'g'ullarni tahlikaga solib kelgan. Sulton Jaloliddin nomi bilan bog'liq har qanday ma'lumot, voqelikni mo'g'ullar sinchkovlik bilan tekshirganlar. O'zini men Jaloliddinman deb nomlagan turli shaxslar mo'g'ullarga qarshi ko'p holatda isyon va qo'zg'olonlarga boshchilik qilganlar. Masalan, Eronning ustundorida ko'tarilgan qo'zg'olon 1255-yili Amudaryo bo'yidagi voqealar
shular jumlasidandir. O'rta asr musulmon tarixchilari o'z asarlarida hamisha uni mard va jasur sarkarda sifatida ta'riflashgan edi. Jaloliddin Manguberdining shaxsan bilgan tarixchi An-Nasaviy u to'g'risida shunday ta'rif bergan edi. U turkiy bo'lib, qora mag'iz yuzli, burni oldida qora xoli bor, o'rta bo'yli yigit edi. Fors tilida ham bemalol so'zlasha olar edi. U dovyuraklikda tengi yo'q, sherlar ichida arslon, otliqlar ichida eng jasur edi. Qisqa so'zli, hech qachon so'kinmagan, yomon so'zlarni o'ziga ep ko'rmagan, juda jiddiy, atrofdagilar oldida o'zini sipo tutar, hech qachon kulmas, faqatgina tabassum qilib qo'yar edi xolos. U adolatni sevgan, lekin zamon zayli uni o'zgartirishga majbur qilgan. U o'z fuqarolarini dardini yengillashtirishga harakat qilgan, shuni xohlagan, lekin tanazzul davri bo'lganligi bois ham zo'ravonlikka yo'l bergan. O'zini ulug'lashlarini istamagan, bachkana ta'riflarini yoqtirmagan, faqat sulton deya murojaat qilishlarini so'ragan. Uning farmonlarida yolg'iz so'z, yordam yolg'iz Allohdandir degan shior bo'lgan. Xorazmshohlar avlodidan bo'lgan Misr hokimi Al-Muzaffar Sayfiddin Qutuz ajdodlarining shonli kurash yo'lini davom ettirib, 1260-yil Yaqin Sharqdagi Ayn Jalut yonida mo'g'ullarga qaqshatqich zarba berib, ularning Suriya va Misrga kirib kelishlariga chek qo'yadi. Jaloliddinning ozodlik va mustaqillik kurashlari tarixi asrlar davomida Sharq xalqlari tillarida doston bo'lib ketdi. Eron, Turkiya, Misr, Pokiston, Suriya, Hindiston, Iroq va boshqa davlatlarda uning jasoratli hayot yo'lini aks ettirgan asarlar nashr etilishi hamda buyuk sarkarda faoliyat xususida Yevropa ham tarixiy adabiyotlar chop etilganligi 1998-yil Jaloliddin Manguberdining 800 yillik tavallud yoshiga bag'ishlab o'tkazilgan xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda ta'kidlangandek, sarkardaning insoniyatga ozodlik yo'lida kurashning yurtni istibdod va zulmdan qutqarishning yorqin namunasi sifatida bashariyat tarixida o'chmas iz qoldirganligidan darak beradi. Jaloliddin Manguberdi xotirasini abadiylashtirish va tarixiy adolatni qaror toptirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1998-yil 24-sentyabrda 408 maxsus qaror qabul qildi. Ushbu qarorga muvofiq buyuk sarkardaning tavallud to'yi keng miqyosda nishonlanishi qayd etib o'tildi. Yubiley munosabati bilan Urganchda sarkardaga ulkan memorial yodgorlik o'rnatildi. O'zbekiston Respublikasi Tarix va sharqshunoslik institutlari, Xorazm Ma'mun akademiyasi, bir qator oliy o'quv yurtlari, turli jamg'armalar mutaxassislari tomonidan ko'plab risolalar chop etildi. Mohir rassom Quryozov tomonidan sarkardaning portreti yaratildi. Jaloliddin Manguberdi Vatan, yurt himoyachisi mavzuida xalqaro ilmiy anjuman o'tkazildi. 1999-yil noyabrda Jaloliddin Manguberdi tavalludining 8 yilligining keng nishonlanishi, uning vatani Xorazmda unga mahobatli haykal o'rnatilinishi, vatan deya halok bo'lgan milliy qahramonimizga xalqimizning buyuk ehtiromi, muhabbati, ajdodlar xotirasini muqaddam saqlash ramzi bo'lib qoldi. Mustaqillik yillarida tarix fanida yuz bergan muhim ijobiy o'zgarishlardan biri xalqimizning milliy qahramoni mustabid sovet hukmronligi davrida nomini nohaq qoralagan Amir Temur pok nomini oqlanishi bo'ldi. Sohibqironning millat va davlat ravnaqidagi buyuk xizmatlari e'tirof etilgan holda uning 660 yilligi 1996-yili xalqaro miqyosda keng nishonlandi. Sohibqiron shaxsiga bo'lgan munosabat davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Mustaqillik yillarida Amir Temur shaxsi, uning darajasi, ichki va tashqi siyosat, Temuriylar hukmronligi xususida ko'plab ahamiyatga molik ishlar amalga oshirildi. Xususan, respublikamizda 1996-yil Amir Temur yili deb e'lon qilindi. Amir Temur xalqaro jamg'armasi tashkil etildi. Temuriylar tarixi davlati muzeyi ochildi. Amir Temur ordeni ta'sis etildi. UNESCO tashabbusi bilan 1996-yil aprelda Parijda xalqaro ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Amir Temur va Temuriylar davriga oid ko'plab tarixiy manbalar tarjima qilindi. Shubhasiz, tarixiy haqiqatni qaror toptirish ishiga tarixchi olimlar ham o'z munosib hissalarini qo'shib kelmoqdalar.
Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, 2000-yilga kelib Yevropa xalqlari tillarida Amir Temur va Temuriylar haqida chop etilgan asarlar soni 500 tani tashkil etgan. 2006-yil Amir Temurning xalqaro miqyosda nishonlangan 670 yillik tavallud yoshi arafasida taniqli fransuz olimi Kerin Parijda fransuz tilida Samarqandga Amir Temur davriga sayohat nomli tadqiqotni amalga oshirdi. Buyuk davlat arbobi va mahoratli sarkarda Amir Temur 1336-yil 9-aprelda hijriy 736 Shabbon oyining 25-kunida kechga qarashli Xo'ja Ilg'or hozirgi Yakkabog' tumani qishlog'ida Barlis beklaridan biri Amir Tarag'ay ibn Barqal oilasida dunyoga keldi. Temurning onasi Takina xotun Keshning obro'li bekalaridan biri bo'lgan. Temurning bolaligi va o'spirinlik yillari Keshda o'tdi. Ibn Arabshoh Ryui Gonzales de Clavijo va boshqa tarixchilar 1360-yilga qadar uning hayotini ayrim ma'lumotlar bilan izohlashgan. 14-asrning 50-60-yillariga kelib Chig'atoy ulusi hududlarida o'zaro parokandalik va o'zboshimchalik hukm surar edi. Chig'atoy xoni Temurshoh zo'rg'a 2 yilga yaqin hukmronlik qildi. Shundan so'ng o'zlarini anchadan beri mustaqil tutayotgan bekliklar rasman shu darajaga da'vogar bo'lib chiqa boshladilar. Keshda Hoji Barlis o'zini mustaqil deb e'lon qilgach, so'ng Xo'jandda Boyazid Jaloyir, Balxda O'ljoy Bug'o Suldus, Birg'onda Muhammadxo'ja Abverdi Nayman, Xuttalon va Arxang-Saroyda Amir Kayxusrav va O'ljoy Abverdi, Totkand va Saripulda Xizr Yassavuriy hamda Qo'qistonda Amir Sotilmishlar o'zlari mustaqil deb e'lon qilindilar. Ayirmachilik harakati kuchayib, hokimiyat boylik yo'lida beklar o'zaro kurashlar domiga tortildi. Bu urushlar shundoq ham ahvoli nochor bo'lgan aholi boshiga ko'p kulfatlar soldi. 1360-361-yillarda Mo'g'uliston hukmdori Xoqon To'g'luq Temur Movarounnahrning ichki hayotiga rahna sola boshlaydi. Uning bosqinchilik tadbirlari Movarounnahr hukmdorligiga ma'lum bo'lgandan keyin ular sarosimaga tushib qolganlar. Shular qatoriga Kesh amiri Hoji Barlisni ham kiritish mumkin. To'g'luq Temur Xo'jandni ishg'ol etish niyatida Sirdaryodan o'tgandan so'ng Movarounnahr amirlari va Hoji Barlis qo'rquvdan o'z jonlarini xalos etish uchun Amudaryodan o'tib Xurosonga ketib qoldilar. Temur o'z hududini Mo'g'ul bosqinchilaridan himoya qilish maqsadida To'g'luq Temur xizmatiga o'tdi. Temur unga Kesh va uning atrofidagi yerlarni boshqarishni topshirdi. 1360-370-yillarda Movarounnahr siyosiy hayotida Amir Temur bilan bir qatorda ta'sir o'tkazgan shaxslardan yana biri Amir Qo'zg'onning nabirasi Amir Husayn edi. Balx va uning atrofidagi yer-mulklar uning tasarrufida edi. 1361-yilda Temur Amir Husayn bilan yaqinlashib, ikkala hokim birlashgan holda Mo'g'ul xonlariga qarshilik ko'rsatish imkoniga ega bo'ldilar. Vaqti kelib Movarounnahrni boshqarishni To'g'luq Temur o'z o'g'li Ilyos Xo'jaga topshirdi. Mustaqil bo'lishga harakat qilib yurgan Temur yangi hukmdorga itoat etmadi. Buning oqibatida yangi ziddiyat yuzaga chiqdi. Amir Husayn bilan Amir Temurning bir-birlari bilan yaqinlashgan va yaxshi munosabatda bo'lgan davrlar 1361-365-yillarni o'z ichiga oladi. Bu davrda Temur ma'lum qiyinchilikni ham boshidan kechiradi. Temur hayotida ro'y bergan va bir umrga unga tan jarohatini muhrlagan voqea 1362-yilda Seystonda bo'lib o'tgan. Amir Temur jang vaqtida o'ng qo'lini tirsagidan va o'ng oyog'idan kamon o'qi tegishdan qattiq jarohatlanadi. Buning oqibatida u bir umr oqsoqlanib yuradi. Shu bois undan dahshatga tushgan dushmanlari Amir Temurni hasad qilib Temurlang deb atashgan. To'g'luq Temur o'limidan so'ng 1363-yilda Movarounnahr tuprog'idan haydalgan Mo'g'ul xoni Ilyos Xo'ja yangidan katta lashkar bilan avvalgi mulklarni egallab olish maqsadida Movarounnahr tomon harakat qila boshlaydi. Mo'g'ul xoni ayniqsa o'zining raqiblariga nisbatan qahrli kayfiyatda ekanligi ham ma'lum edi. 1363-64-yillarda Temur va Husayn Mo'g'ullarni 3 marotaba mag'lubiyatga uchratdilar. Temur va Amir Husayn bo'lg'usi
qaqshatqich to'qnashuvga imkon boricha harbiy kuchlarni yig'dilar. Tarixda Loy jangi nomi bilan kirgan mazkur jang Chinoz bilan Toshkent o'rtasida 1365-yilning 22-may kuni bo'lgan. Temur va Amir Husayn Chirchiq daryosi bo'yidagi bu jangda mag'lubiyatga uchraganlar. Mazkur mag'lubiyat sabablaridan biri Amir Husaynning sust va layoqatsizlik bilan harakat qilishi bo'ldi. Qayta urinish behuda ekanligini anglab yetgan Amir Temur jang maydonini tark etib qutgan askarlari bilan Samarqand tomon qaytib ketgan. Temur so'ngra Kesh tomonga yo'l oldi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, bu paytda Movarounnahrning bosh amiri Husayn edi. Biror qarorga kelish esa uning irodasiga bog'liq bo'lgan. Shu sababli Temur ham uning ko'rsatmasi bilan ko'p hollarda Husaynning roziligi bilan ish tutishga majbur edi. Samarqand shahri qolaversa butun Movarounnahr o'z holiga tashlab qo'yilgandi. Mo'g'ul xoni changalidan qutulish samarqandliklarning o'ziga bog'liq edi. Bu sharoitda Samarqand mudofaasini sarbadorlik o'z qo'llariga oldilar. Sarbadorlar mo'g'ullar zulmidan ozod bo'lish yo'lida o'zlarini qurbon qilishga tayyor edilar. Sarbadorlar harakati 14-asrning 30-yillarida Eronda ijtimoiy-siyosiy harakat sifatida paydo bo'lib, 50-60-yillarda Movarounnahrga ham yoyildi. Harakat qatnashchilarining asosiy maqsadi mo'g'ul istilochilari va zulm o'tkazuvchi mahalliy qatlamlarga qarshi kurash edi. 1366-yil bahorida ular Samarqandga yetib keldilar va sarbadorlar rahbarlarini o'z huzurlariga chorladilar. Uchrashuv Samarqanddagi Konigul degan joyda bo'ldi. Bu yerda sarbadorlarning rahbarlari bilan kelishmovchilik yuz beradi va ular qatl etiladilar. Temurning iltimosi bilan faqat Mavlonozoda omon qoldirilib Xurosonga jo'natiladi. Sarbadorlar harakati bostirilgandan so'ng Amir Husayn va Temur o'rtasidagi munosabatlar keskinlashadi. Bunga Amir Husaynning sarbadorlarga nisbatan adolatsizligi ham bir qadar sabab bo'lgan edi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Amir Husayn tanlagan yo'l parokandachilik va boshdoqlik sari yetaklar. Temur esa buni yaxshi anglab yetgan edi. Amir Husaynning ochko'z va makkor siyosati ko'pchilik harbiylar, qabila boshliqlarining noroziligiga sabab bo'ldi. Husayn ko'plab amirlardan katta o'lja pul talab qila boshladi. Siquvlar amalga oshirila boshlandi. Temur o'z safdoshlariga to'lovlarda yordam berdi. Ularning qarzlarini to'lashda tarixchi Sharofiddin Ali Yazdiyning yozishicha, hatto o'z xotini taqinchoqlarini ham ayamagan. Temurning saxovati va oliyjanobligi ko'plab amirlarning unga bo'lgan hurmatini oshirdi. Aksincha, Amir Husaynning obro'-e'tibori tobora pasaya boshladi. 1366-1370-yillar oralig'ida Amir Temur o'z e'tiborini ichki ishlarga qaratdi. Amir Husayn turli fitna fasodlar yo'liga o'tib, Temurga qarshi zimdan kurash boshladi. Amir Husayn va Amir Temur o'rtasidagi ziddiyatlar 1370-yilda Husaynning o'ldirilishi va Amir Temurning taxtga o'tirishi bilan yakunlandi. Movarounnahrning amaldagi xoni Chingizxon avlodiga mansub bo'lgan Suyurg'otmish qo'liga o'tdi. Davlat boshqaruv tizimi esa Movarounnahr amiri nomini olgan Amir Temur qo'lida qoldi hamda u Kesh shahridan Samarqandga ko'chib, uni o'z davlatining poytaxtiga aylantirdi. Mazkur davrga kelib Oh,